أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا 49. ayet Allah Teala Bani İsrail'ga ata kılgan nimetlerini birbirle sınıp bir otular. Eslit otular. Ve idneceynakum min ali Firavun. Yani biz sizlerine Firavun'un koludan necatlıkta eriştigen vaktimizde eslanlar dedi. Aslı ele ehlun ve lidâlike yusaggaru bi uheyl. El diyenin eslisi ehliken. Şunun cemaati, ailesi degende. Şuna bunu tasvir kılan vaktimizde uheyl oldu. Her anda sözüne tasvir kılsak esli kaytıdı. Esli maddesi nime biliş için tasvir kılımız sözünü. Uheyl oğunu ki bunun esli de her vakimin da ağzı kolaylaştırış için el diyenine hiç kula bunu el mında bulup gittiğimiz. Fa ubdilat ha'uhu alifen. Demek ha çıkıp ketkenliken bunun ornuna elif desigen el olan meddülen. Çünkü düzleşkenliken bu meddü bulup gittin. El. وخص استعماله بأولي الخطر كالملوك وأشباههم. Yani bu diyen sözünü adette udulkaya işletiyor ama şanı yukarı, mertebelik, yüz abroyluk mında kişilerge has işletildiğini bulup gitti. Mesela padişahlar, mında bir tunulgan bir cemaat, nüfuzlu kişilerge hatta işletildiğini buldu. Hatır var, nüfuzlu küçü var demek. فَلَا يُقَالُ آلُ الْإِسْكَافِ وَالْحَجَّامِ. İskaf diyen mozduz. Haccam diyen kanat koyduğun adamlamasından. Bu mozduzun cemaati, haccamın cemaati de bunda el de bunda işletmeydi. Bunun ailesi de bunda da koşmuyor. Ehl de. Çünkü mertebeli kişiler olup kalsa uçakta el deyilmedi. Ve Firavunu alemun limen melekel amalika. Yani Firavun diyen çoğu bu amalıkları padişah olan kişiye koyulgan nam bu. Şunun namı değil. Yani amalık diyen kimse Aynen ustallık uygun, kametlik bir kavim bula. Şulağı padişah olan, şunun boysunduğu Allah, Firavun da atılamışken. Diye ki hadir biz ondan desek, şu Mısır'da padişah Allah, Firavun da atıl. Hudde İran'a padişah Allah Kisra, Rem'e padişah Allah Kaysar, Türkiye padişah Allah Hakan atılıp dedik. Ramses Sani degen Firavun şu. Ramses Sani degeni Musa Aleyhisselam'ın vaxtidagi Firavun deb faraz qilingan Firavun şu. Ramses Sani degen. Ramses meydaniga heykelini tiklab qo'ygan şu. Demek bu Firavun aşında padişahlıqni bildirdigan bir söz. Bular Mısır'ın padişahı. Mısır degenimiz şu çağda Mısır, Sudan mı bilba şu etrafında. Hani bu tarafta Sinay yerimi aralaya mesela. Bunlar yanını soğan padişahı. Bazı amalıkına bu Sam'ın gibi nevrisi ya peynirisi mi şunun ismitte şunun evladının amalıkına batıklıdır. Kandalam olsun Mısır'ın hakkının uskallığı var mı? Belki şu çağda amalıkı buluşu mümkün. Ke Kaysar li melikir Rum ve Kisra li melikil Furs ve Hakan li melikil Türk mesela. Yesumunekum Firavun cemaati silahını aslında kat azap tatkuzları, tetkuzları. Yesumunekum diyen halun min el Firavun. Demek el Firavun sizinle munda kılvatkan halette biz sizinle kutuldurduk demek. Yulunekum. Silahı yetküzgen neydi? Min samahu hasafen. İde evlahu zulmen. Samahu hasafen diyen hasaf diyenimiz hudde yetküzgenin hasafa deyiptik. Ama hudde anda munda azapını tetkuzları diyendek. Samahu hasafen diyen ya yütküzvette, yaga yütküzvetiş azabını tetkuzlar degandek. Muydun o'xshash kelgan söz bu, samahu degan. Ya'ni avlahu zulman degan unga zulm saldi, jabr qildi degan ma'noda. Asli bu nereden kelgansa min samas sil'a idza talabaha. Musavama deymiz-ku, savamtu sil'a deymiz. Bir tovarni elish uchun sodlashdim, bahatalashdim degan gap. Asli. Ya'ni ammoq so'lab bahasını deyishga başladım degan ma'noda. Ka'annaha bima'na yabghunakum. Xuddi bu hamda sizlarga zulm qilib tajovuz qiladi degandek ma'noda. Yasumunakum degan, ya'ni ya'khudunakum va yulzimunakum. Sizlarni tutib, sizlarga unda azobni ko'rsatadi yoki ig'ir mashaqqatga soldi degan bu. Su'al azab. Demak, sizlarga nimani tetkizdi? Azobning eng yomonlari. Yamarraq azabını tetkizayotgan holatda biz sizni qutuldik. Ve yuridunakum alay. Demek sizlarni unda qattiq
azab uqubatga silishni xohlaydigan holatda. Va musavamatul bay' muzayadatun. Mana sodida musavama qilish bahada talishib bahani ko'tarishlik bor. Mana shu biramla bermayman. Unda mana shu qataymi deganlar mushuni musavama deymiz. Sodidagi musavama. Ev mutalaba yoki talab qilishim. Mallarni bahslar deymiz-ku, shu talab ham. Va su degan so'z su'a degan maf'ulun sanin yasumunakum. İkinci maf'ul, birinci maf'ul şu kum. Yani bu su'a degan masdarus sayyi deydi. O sayyi'ni masdar olmaydı millette. Ve o masdarus sa'a yasu'u oldu. Sa'a yasu'u su'an. Mavaz masdar sa'a yasu'u su'an. Demek müşahede masdaru sa'a deyiş gerekti. Yuqalu a'udhu billahi min su'il huluqi ve su'il fi'li. Allah Teala'dan men naçat ahlaklarınki yamanlıqıdan, şirketinin yamanlıqıdan, kabihlerden panahlık tileymen deyili zaten mesela. Yani su diyen müşahede en kabihi. Sert, yamını deyin. Hem de sual azab degan bo'ldi desa, va mana sual azab azabning yamani, azabning hammasi yomon aslida. Azabning hammasi qabih. Buni ubduni yo'q. Azabning yamani degan azabning ubduni bormi? Bunda bir ma'no beramdi, bormamdi desa, val azab kullu sayyi mana azabning hammasi nachar tursa, qabih tursa, ashadduhu va afdalu. Buni en vahşi, en qabih, en dahshatli qattiqroq bo'ldi. Bu azabning darajasi bor. Sal yengilroq va ig'irroq va yudabbihuna abnaakum. Sizlarning ballaringlarni bo'g'izlayotgan. Yani mushunda ahvolda biz sizlarni Fir'avnning qo'shinlarining qo'lidan. Al Fir'avn degan mishada jamoat bo'lishi mumkin, lekin bu yerda Fir'avnningki qo'shini deydi. Sizlarni Fir'avnning qo'shinidan qutuldirib qo'ydik. Halbuki ular sizlarni qattiq javr jafoga, azab uqubatlarga sag'andi. Ballaringlarni bo'g'izlayotgandi. Yudabbihuna abnaakum bu bayanun liqawli yasumunakum. Yasumunakumninki xuddi izohatidek bu. Bu qanday salatda degan bir savol paydo bo'lgandek. Paydo bo'lsa, bolalarni bo'g'izlaydi, ayollaringlarni bunda asirga olibdi degan. Ben İsrail kitap aldım abi. Ben İsrail kitap. Şu vakit mesela ben program buldum, ben halk olsanız bir millet olmaydı. Yok, bir millet emas. Bulama Mısır'a kelip, Mısır'da asasım şu, asli Mısırlıklı var. Hani ağlar yenkelda akım bular Mısır'da. Xuddi mesela Yusuf Aleyhisselam'ın vaktidan Yakup Aleyhisselam'ın ekeldi o da desine. Yutuqalına ekeldi, onun da bir azsallık Bani İsrail teşkilinip ki Musa Aleyhisselam vakti kelgen çağda Yahudilarni, yani Bani İsrail'nin avlatlarını aynı zulüm usulü kıjnap, ezgen Mısır'ın Firavun'u. Yani şu aletten Musa Aleyhisselam geldi. Gelgen iken Musa Aleyhisselam'ın vasıtası arkalı kutuldu de. Musa Aleyhisselam Firavun'un ailesi çoğuldu ki andı bir adamını urup ötürüp koydu ki işkinisini ötürülen çağda burun kırıp adam ötken ki ötегенде Meni o'tmoqchi deb nima qilgan ekan, u nimasi eshitib qoldim. Mahbiyatlikcha eshitilgan ekan, andin Musa alayhisalom hajjida Sinayga qochib ketdi. Qochib ketib, andin Shayb alayhisalomning Madinaga berib, ikki qizi sug'ranmay turgan chog'da ular sug'urib berib, keyin bir qizga uylandi. 15-20 yil o'tdi shu orliq. Ya'ni Shayb alayhisalom 8 yil ishlab berdi. 10 yil ishladi deylar. Fayn atmamta ashran famin andak. 8 yil ishlab bersang bo'ladi deb 8 yil ishlab turishni qizning to'yliq qildi. Agar 10 yil to'shqizsang, bu o'zingning yaxshi mardlikang dedi. Albatta Musa alayhisalom uni to'shqizdi. Buxoriyda akmalni to'shqizdi deb bor. Ya'ni 8 yil emas, 10 yilni to'liq to'shqizib, undan keyin men o'zimning shu urug' chiqqanlarim bir berib kelay degan tariqada qo'shilishib mangan chaqda andin To'ri Sinasida kelsa shu yerdan taqla'na alayk innaka bil vadil muqaddas tuwa. Payg'ambarlik keldi, vahiy keldi, Alloh bilan so'zlashdi, shunami? Va kallamallohu Musa taklima. So'zlashib, undan keyin idhaba ila fir'aun innahu tagha. Musa bilan Harun ishkaylan badi, sergarlarni to'pladi, da'vat qildi. Axirandan Fir'aun hammalarni qirib yo'qotdiman degan chaqda o'zining qavmini mangladib bilan hammani boshlab kelib chiqetdi. Chiqetganiga oqidan qo'ldi. Fir'aun qo'shinlari ham qo'ldi buni. Qo'lgandan keyin andiliga dengizga kelib tadrib asakal bahra degancha uyg'on chaqda dengizga suv yig'ilib tamdaklab bilan eriqdak yo'l ishlab Musa alayhisalom qavmlar o'tib ketdi. Fir'aun kelgan chaqda suvg'achida yemlishib g'arq qildi. G'arq bo'lgan mushu voqeani aslida va najjaynakum. Ya'ni sizlarni ash Fir'aunning qo'lida mushunda aslini jafoga silib qinavatgan chaqda bu qishnasmida iborat desa, bolalarni o'ttirib
ötütte. Ayollarını tirik kaldırıp ışık salıttı. Bunda alette idinla Allah Teala kutbuz dedi. Demek sizge Allah Teala'nın vergen nimeti intihar katta unutulmamalı. Yüzebbihune abnaakum bu Firavun normal öttürüşü mümkün. Ya ki şu Bani İsrail'den birisi çıkıp seni öttürürken diyen bir halçılara, müneccimlere bunda bir şun tabir vergen çağda. Bunda olsa şu çoğalap nokut boğaçıma öttürütey deb nurgun uşak olunu öttürütken. Şu bir vaqtlarda tulgan, bir neçe yıl işte tulgan bulunan öttürüt. Bazı vaqtlarda 40 ming, bazı vaqtlarda mançı ming deb ötegen bulunan sanı var. Lekin Musa Aleyhisselam şu öttürmen diyen çağda şu tulgan vaqtlarda Musa Aleyhisselam'ın anası ona halqihi fil yem nimaga tashlatib daryoga yog'och tangildek binasizimda tashlatib qilganiga bu berib Firavunning qasriga chirib qo'yib Nil daryosining bo'yida bo'lishi mumkin qasri. G'ayb shu qasriga chirib qolgan ekan xuddi Mazalikdek masalan. Ayoli bo'lsa qasrda u nimaning Firavunning ayoli suzilib bo'ldi. Mari chiqib qolib beqolib ondan Musa Aleyhisselamning onasini Alloh taologa urinlashtirib bu bola hech kimning amchikinolmaydigan chiqib qolganiga axiri izlab Musa Aleyhisselamning onasini chaqirib kelsa uni emgan ekan. Şunlar onu inikanız kılıp tayinler. Demek özünün anısından yani mahrum kılmay. Aslında özünün anısından kuşkuda Allah Teala önde çoğun kılıp keyin çoğulap şu kasırının işideki bir şahzadeler katardan mıkıgan çağda Edem Utreş ve Akası ulap. Musa Aleyhisselam özünün şu Eslama Bani İsrail'de kellikin bilgen dikin Bani İsrail tarafı yan basıp nımını ötürütür. Kıgan diken ikinci katım şu vaka olgan çağda bu malum bulap kılıp andın kaçıda kışıp girildi. Tutup bunu ötürütüp o için ben kışıp gitaydı. Şimdi eğerim arla şu hazır Şuayb Aleyhisselam'ın vücutta mesela şu hazır Ordun'daki mesela. Palestin'de Mısır'ın yerdek bir yerde. Şuaya kaçıp girildi. Müccer yanında. Firavun'dan balası yok şeyler. Firavun'dan şu çağda şu balası yok bekavagan deb qaraldi. Hazır qama şu Ramses Sani deganni şu Musa Aleyhisselam vaqti Firavun deb qarashda birinchi bunun farzandi yo'q deb qaraldi. Ikkinchidan bu g'arq bo'lib o'lgan ekan. G'arq bo'lib o'lgan Firavunda ikkisi bor ekan. Birisi şu Musa Aleyhisselamning yashagan davri yaqinroq ekan. Bundan da bir sulolaya davr desak 1000 yil ya 500 yil ya 2000 yil bunda so'zlab ketgan podshohlik bo'lgan ekan. Bu Firavundan birayuzi chiqdi ekan. Demek bu Ramses Sani edi. Yoki mulda tafsir kitoblarida ismini Valid dedi. Şu hazır mı şu Ramses Sani'nin mumiyasi var şu. Mısır'ın devlet müzikanısı var. Demek şu çağda Bani İsrail hep kaçıp tüm bir milletin hem de. Belki 200 bin oluşu mümkün, belki 500 bin oluşu mümkün. Şunu hep kaçıp hemmeyle necatlıkta erişken. Allah Teala şu necatlıkta eriştiğinlikini eslit vatıdı. Bana unutkanmaları. Ve yestahyuna nisakum. Yani sumanakum da böyle velide terekel atif dedi. Terekel atif dediğine şu an vavna ekemmey. Yüzebbihuna ebnaakum digendeken yesumunakum ninke muş izahat iken. Eğer izahat olmay, sizin eğer azağı salıdı, yana ballarını öttürdü, yana ayarlarını manda boğan bositte ve yüzebbihuna ebnaakum deb ekildi. Demek mi yüzebbihun yesumunakumның izahatı. Qanda azap qısalıdı, ballarını öttürdü. Yenime ve istahyuna nisaakum yetrukuna banatakum ahya'an lil xidma. Yani kızlarınlarını hizmet üçün hayat kaldırdı. Onu ötemeydi dedi. Belki oldan xatar kelmegenlikten yoki Firavunning unda kirmegenlik. Ayoldan biri chiqib uni o'ttirdi demagan ekan, uni o'tamay qo'yib qo'ygan bo'lsin. O'g'illarni o'tirib. Va innama fa'alu bihim zalik. Am nima uchun shunday qildi ularga qarta? Li'annal kahana andaru Firavun. Chunki kahillar, falchilar, munajjimlar, ramballar Firavunni ogohlantirgan. بأنه يولد مولود يزول ملكه بسببه. Bani İsrail'den bir farzand kelib, şunun tüpeyliden padişahlıqın yo'qaydi, buhrallık yüzünde degandeken bu endish qilib shu chaqi tug'ilgan bolam buni o'tgan o'g'il bolam. Kahin degan shu kelajakdan xabar beradigan. Biz kahin deymiz, falchi deymiz, rammal deymiz, munajjim deymiz. Dağhan deyimiz ama şu. Bulan da ya inda astronomluk nımısılan deydi. Ya ki doğrusu cinşeyatullah asmandaki paran vahiy ajın asıldan biren anlıvasa bunu andın zimindeki insan kahirlağa bunu detperdi. Bukhari'de kelgan işte şu. Mesela periştiler ya Allah Teala mesela ya bir narsani degan bo'lsa ya yaqin bo'lsa periştiler andın yani bir kat tön asmandaki periştelerge onu degan bo'lsa ya o'ttirdi bir munda bo'ldigan paranglashgan bo'lsa jin shaytonlar chiqib yaqinroq birib osmonni tinchaydi ekanda anlay olsam g'achchi anglab qechib qutula olsam
kaçıp qutulsa, kelib lan ziminniki mushu daxan ramballarga bunga 100 yalğanni qetib, 101 söz qilib buni. Shunisi bir söz shu to'g'riroq qildi. Buni deganiki, ashunda bira gapirasi chiqdi, lekin undan boshqa 100 yolg'on chiqdi. Bunda ahvol. Endi shaytonlar agar anglab qo'yguncha, farishtalar uni o'qitib Fa'atbahu shahabun taqib. Masalan, köydürgüçe topsiman o'tlar aqlini qo'lab suqutdi. Lekin shuningdan tirik qolganlar kahillik uchib, daxillik uchib, munda g'aybiyat va san quvval deb yuzalganni aralashtirib uni bazaga solgan. Ya shular ashunda orqali xabar topgan bo'lishi mumkin. Kama anzaru Namruda falam yughni anhuma ijtihaduma fi at-tahaffuz wa kana ma sha Allah. Xuddi Namrudni shunda ogohlantirib ketgan. Ibrohim alayhisalom munda chiqdi. Mana buldu deb sen bushan oldina al deb kahillari ogohlantirsa va kana amrullahi maf'ula va kana qadaran maqdura. Unda uni kim bu? Unda ehtiyot qilib ketsa-mo, yana Alloh taolo iroda qilgan narsa bu. Oxirida Firavun shu Musa alayhisalomni qo'llayman tutaman deb o'ldi, g'arq qildi. Shunami? Va fi zalikum bala'un. Ashiningda deydi. Ashiningda degani bala'unni tafsir qiladi. Bala'un degani mehna, ya'ni bu bala degan sinoq. Balaning asli maddasi sinoq. İbtila deymiz-ku, bala. Hunalika ibtuliyal mu'minuna va zulzilu zilzalan shadid. Ig'ir sinoqqa duch keldi, sinaldi. Mishadimi bu bir sinoq dedi. Ashuningda bir sinoq bor dedi. Yani bala degan mehna degan bo'ldi. Xuddi imtihon deymiz-ku, mehna degan imtihon maddasi mana. In ushira bidalikum ila sun'i Firavun. Firavunninki qilmishi, jafo solgan, qiynagan, bunda qilmishiga ishorat olib qolsa, bu mehna degan ma'no, sinoq degan ma'no. Va fi zalikum yani Firavunning osh qilgan ishlarida sinoq bordir degan bo'ldi. Va ni'matun in ushira bihi ila al-inja. Aşı qutquzishda degan bo'lsak, masalan, zalikum degan qutquzishga qarasak, bu chaqda bu ne'mat va bala deganni ne'mat deb. Bala degan odatda shuni ne'mat ma'nosini keldi. Va abla balan hasanan degan. Lekin buni muqayyad ishlatiladi. Yaxshi natija erishdi, yaxshi xizmat ko'rsatdi degan ma'noda. Va nablukum bil khayr va sharri fitna. Shunami? Mushuni ishkilishga ishlatildi bu. Yani yaxshilikni ishlatildi. Anda dünyadagi shu balay musibatlar bor-ku, shu balay musibatlar amaliyotda bizga ko'rinishda yomon, inson yoqtirmaydigan narsa bo'lgan bilan, bu balki haqiqatda xayrlik bo'lishi mumkin. Shunga ashaddun nasibtilan al-anbiya, thumma al-amsalu fal-amsal. Eng qattiq sinoqqa duch keldiganlar, sindiganlar, yani balay musibatlar bilan masalan, endi ig'ir sinoqqa duch keldiganlar payg'ambarlar. Uningdan qolsa eng soz kishilar. Bu balo amaliyotda nima? Sirtqi ko'rinish balay musibat bo'lgan bilan amaliyotda bu shu insonlarning martabasini qiyomatga intayin yuqori ko'taradigan foydali ishlar bu. Demak, balo degan mana har ikkisiga ishlatildi. Mir robbikum. Bu sinoq qanday kelib qolgan o'zligini shunday bir duch kelib qolgan bunday sinoq emas. Parvardigoringdan kelgan sinoq. Baloning sifati mana. Bala mir robbikum azim sifatun thaniya. Bu baloning sifatna katta, cho'ng bir sinoq bor. Yoki ne'mat bor desak bo'ldi. Balo degan ne'mat ma'nosi qilsakmi, katta bir ne'mat, qutquzish ne'matidir. Bu katta ne'mat bo'lganki, buni aslishingiz kerak. Buning shukronasiga texmo Alloh taologa fidokorlik qilib ibodat qilishingiz kerak. Payg'ambar evasak, Muhammad sallallohu alayhi vasallamni Qur'onni nozil qilsak, buni darhol birinchi bo'lib iymon keltirishingiz kerakda. Biron qadam bilan bog'lab bunday qilamiz. Demak, bu ne'matni sanovatgan bo'lgan ekan, hozir al-inja, ya'ni qutquzish va fi zalikum degani shu yoqqa qaytsak, dal tushadi. Va iz faraqna, yana bir ne'matimiz. Bu Bani Isroil bergan ne'matni bir-birlab sanab eslatadi. Yana eslanglarki, biz asho dengizni shundalam ayirib bergan vaqtimizda. Va iz faraqna bikumul bahra. Dengizni, bu bahr degan dengiz bo'lishi mumkin, daryo bo'lishi mumkin, ishkilishga ishlatiladi. Dengiz ya daryoni shundalam ayirib bergan vaqtimizni eslanglar. Fasalna bayna ba'dihi va ba'din hatta sarat fihi masaliku lakum. Bir-birini shunda ayirib birib sizlarga yo'llar chiqdi dedi. Masalik degan yo'llar. Yo'l chiqdi. Va quriya farraqna ay fassalna. Ayirib degan ma'no bu farraqna. Bu ma'no mubalag'a siz farraqa. Tashdidlanma o'qing. Yuqalı farraqa bayna shay'in ikkisini ayirib va farraqa baynal ashya bir necha narsaning o'rtasini ayirib degan. Lennal masalik kan 12 ala adadil asbat. Bu asbat degan Yaqub alayhisolamning bolalari. 12 avlod desak, har 12 farzandninki birisininki avlod jamoati olib bir qabildak
çoğun bir cemaatda teşkil qilgan ekan, bunun cemaat Bani İsrail. Yaqub alayhisolamning avlodimi bu? Şu bir payg'ambarning avlodi 12 avlod desak, 12 avlodning ondan bolalari 12 cemaatga aylandi. Binyamin cemaati, Yahuda cemaati emas. Bunda sana Yusuf alayhisolamning cemaatidir. Sananken o 12 kabilega aylandi. Müşada mesalik deyişimizde yollandı. Köprüsünün bir yol emas bu. 12 yol. 12'ni vak uğan bolsa ya bir uğan bolsa 12 yol eşildi ya ki 12 yagımda olsa 12 yol eşildi 12 kabilenin kişilere 12 erik kılan şirkettir yani. Her birge birdirlan. Yani bir ayet var o 12 yerden su partlap çıktı da. Su etilip çıktı. Ve o su lazım boğan çağda Fadri Pasakel Hazara su lazım boğan çağda taş şunda vurdaptı 12 cemaatke her birisi birden bulak çıkkandak her birisi birden cömek çıkkandak su çıktı dedi. 11 alaydı mucize. Bikumul bahra yani sizlarga dengizni ayırıp berdi. Kanu yaslukunahu. Ular aşı yolga kiritdi. Biz ayırıp içpege yolun. Birden İskenderiye'ye geçsek portakal alma satılgan bir bakkal o esnadın ezerde okumuşlar burada biz bir tepişmaktay tep bakmadı. Dünyadan bir katımlam kunları kögen ya kayse dedi. Biz burun bir anlagan Musa aleyhisselam aşı ötep ketken denizde etilgan yol şu desek taptı. Ve o anda deniz desek anda uzun müddet şu deniz olap durdu anda sonun teki doğan iken bu şu bir katım şundan eşildi. Musa aleyhisselam ötep boğaçı kunnu köyden. Bu kunduzu ötem. Çünkü mevki bahada maksudun Nilderyası emas mı? Nilderyası emas. Bu bir qarashda şu Tabawa vardır. Nuvayba adımı Mısır bilan Sinay bilan Urdaniyaninki aralığında bir koltuk var. Taba Cedeskan koltuk. Bu adı Urdun bilan Mısır vardır. Ana şuyamiki deb qaraldı endi. Onun başqa nima bo'lishi mumkin. Ve yatafarraqul ma' inda sulukihim fekannama furriqa bihim. Yani furriqa bihim. Olu şunda mangan çağda su şunda lan iki tarafga yig'ilib tamdak ulab turganda da ikki tamning o'tirdilar mangandak. Yani qonaqliqda mangizga biz ya daraxtliq yo'lda ikki tarafda terak va o'tirdi mangandak su anda ikki tam bulablam turdi ekan yig'ilib. Fekannama furriqa bihim. Xuddamda ashulaning minishi bilan ayrilib qolganda Ev farrakna bir sebebim ya sizlarning sababinglar bilan bunda ayırdık degan bo'lishi mumkin. Ev farrakna multabisan bikum yoki shunga bilan birga bo'lgan holatda ayirib berdik degan bo'lishi mumkin. Fayakunu fi mawdi'il hal demak va id farrakna bikumul bahr degan jumla hal dedi. Ya'ni sizlarga dengizga yo'l ichib bergan holatda sizlarni qutuldirdik. Ruya anna bani İsrail qalu li Musa aleyhisselam ayna ashabuna fa nahnu la narda hatta narahum. Bu çağda o'tgan çağda dengizdan bu tamdak olduğanda ikki tarafini ko'rolmaymiz. Yani sudan tam bo'ldan ikki taraf. Bu tarafni ko'rolmaymiz. Demak 12 asbat 12 eriq tushgan bo'lsa yo'lga bu bir-birini ko'rolmaydi. Ko'rolmagan bani İsrail bu qanu faloni jamoat qana pustan jamoat qana biz uni ko'rolmadik-ku deb Musa alayhisalom g'alaba qilgan ekan. Fa'ahallahu ilayhi an qul bi'asaka hakada. Alloh taolo unga vahiy qilib, "Hasan bilan bunda ishorat qildi." Qul degan ishorat qil degan ma'no. Ishorat qilishimi qala yoki qul deb bunda qala maddasi bilan keldi. İşaret qilishgan. Qala bi yadihi hakada degan qullar bunda ishorat qildi degan. Ya'ni sen Hasan bilan bunda ishorat qil deb vahiy qildi. Faqala biha man fa ashara biha degan. Ya'ni shunlar shunda asli ishorat qildi tamlaga fasarat fiha kuwan fatara'u wa tasama'u kalamahum. Shunda ishorat qildi suvda yasalgan tamlarga unda kamal derizlashildi. Kamal ichildi. Kamalda oy silbama deyishib bular bir-birining gapini alishib so'zlashib xotirjam bo'ldi. فَاَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Dengizni ayırıp sizlarni qutuldirib Fir'avnni halok qilibdik. Sizlar aşağıda qarab turgantinglar dedi. Sizlar qarab turatdinglar. Sizlar qarab turgan holatda dedi. Tanzurunninki maf'ulun bihini elib tashlatdi ama yoki mutaalliqni elib tashlatdi. Nimaga qaraydiganligim yo'q. Chunki shu netcha nima degandek bu ilgirki nimadan ma'lum. Shu ahvolda sizlar qarab turayotgantinglar. Biz sizlarni qutqizib Fir'avnning qo'shinini halok qilibdik. Al-Fir'avn deganda qo'shini deymiz, jansizlar. Yani nimaga qarayotdinglar iladalik ashuningga ko'ryaptinglar. Uningda anda bulayotganlar qilish shak yo'qdi. Şu ahval inibdi sizlarga nisbatan. Shu chaqda qutuldik.
Davanıken bunu eslanlar. Hem de ve innema qala ve iz va'adna Musa. Va'adna Musa deyişki sebebi. Çünkü Allah Taala onunğa vahiy qilishga va'da qilgan. Uning va'disi aşı Turga va'da qilingan joyga kirishdi iboratdir. Tur Sina kirish. Bularda Misrdan qochib ketdi ama Allah Taala buni saqlab qutquzdi. Keyin Musa zamanı aşı Firavun o'lib ketgan ekan, ya bu yerda siyosiy o'zgarish bo'lgan ekan, bular asta Misrga yana qaytib keldi. Xotirjam bular. Hukumat ham buni qo'llamaydigan, tutmaydigan bo'ldi. Bular asta yurtga qaytdi. Qaytgandan keyin Musa alayhisalomga Allah Taala va'da qilib ashnimaga bag'an, Tur Sinaga bag'an deb Tur Sinada uchrashishni va'da qildi. Bu asli Ben İsrail'den Türkiye Mısır'mı yoki Falastin? Ben İsrail'dan Falastin asli. Falastin şu Sina yerim aralığını tartib Falastin Iordaniya. Aş Turga kelganda va'da qilishni ama yani bunun Allah Taala o'zining bir ne'mati qatorida Bani Isroilga eslatib Musaga biz ashada va'dalashgan vaqtni eslanglar. Va'adna haythu kana Basri. Qur'on Karimda necha kelgan bo'lsa, buni Basra olimlari va'adna deganni va'adna deb qiraq. Va'adna. Shikilsa nima o'xshashmanda? Çünkü bizimizde o'tganda necha misollarda mufaala vazni odatda bir tarafdan bo'lganga keladi, ikki tarafdan bo'lgan mumkin, lekin bir tarafdan bo'lgan kelgan ahvolda bundan yana bir tarafi bor. Xuddi mesela aqabtullissa, o'g'rini jazoladim. Lekin jazolan shada men bilan o'g'rining o'tirdi ikki taraf bor yana. Muaqaba, qatal degan ikki taraf bo'ldi-ku urushda. Shunga o'xshash, bunun ikki taraf bor. Şu bir tarafdan kelganini ishlatildi, lekin bunun yana bir taraf bor. Va'adna deb o'xshash. Lamma dakhala banu Isroila Misra ba'da halak Fir'aun halak bo'lgan ekan, Banu Isroil Misrga qaytib keldi dedi. Va lam yakun kitabun yantahuna ilay. Ularning qo'lida ular butun mushayatiga yetakchilik qildigan kitap yok ekan, Banu Isroilning qo'lida. Unda kitap bo'lmadi. Va'adallohu taala Musa. Alloh taala Musa alayhisalomga va'da qilib, men sana Tavratni nozil qilaman, sen Turga kelgan deb va'da qildi dedi. Va darabalahu miqatan mana. Vaqt belgilab berdi. Zalqa'da va ashrun zilhijja. Yani bu unda ulug' kunlar. Mesela şu ve iznejjaynakum degan kun kaç günde? Ashura. Yahudilar şunu ro'za tutdi. Bu yawmun najjallahu Musa ve qavmuhu min Fir'aun degandi. Yahudilar ro'za tutdi. Şunu biz bu kunni ajında xotirlab, Allah Taala ne'matiga shukr qilish uchun ro'za tutamiz debdi Rasululloh. Unda bo'lsa biz Yahudilardan Musa alayhisalomga igolashib zaqliqroq deb Rasululloh tutqandi. Shunami? Endi bu Allah Taala vahiy qilishga belgilagan kunlar vaqt qaysi esa Zulqa'da bilan Zulhijjaning 10-kuniga qadar ekan. 40 layla degan shu. Yani bununla şu ulug' kunlar olgan shu munosib ekan. Ya aslida ulug' kun bo'lsa Allohda shu ulug' kunni udillab qilgandir. Demek şu tarihte mi yemiş ulug' kunlardan bir çeşit munosib. Albatta, ba'zi vaqtlardan, ba'zi o'rinlardan, ba'zi shaxslardan afzal qilgandir. Wa qala 40 layla mana 40 kecha va'da qilgan demak, mush 40 kechada mushay bo'lgan demak. Balki unda vahiy qilsa ona bütün bir kitap ya, Tevrat'ın bütün bir vahiy qilgan bo'lsa, uningga asitib yodlash uchun 40 kecha ketamdi bo'lmasdan. Yani 40 kecha ashada kelib tursa deb va'da qilib belgilab turibdi. Nima uchun 40 kecha asli? Anna shuhura ghuraruha bil-layali. Biz hijriy oyning degan bu kecha kalendari. Kecha boshqa kirdi, undan keyin kunduzi kirdi degan. Kechadan boshlangan bo'lgan ekan, 40 kecha desa xuddi 40 kunduz degan o'xshash. Lekin kechasi cho'qimda endi. G'urarha degan boshlanishi. Avvalgi kechalar degan. G'urra degan 5-ni deymiz. Aslida aqliqni bildirdi bu. G'urram muhajjalin. Shu qashqa atnimi va chekist aqvoqliq. Yani shu kechalarda oyishunda kichik aq kishpikdak chiqadi-ku. Birinchi, ikkinchi kunlar emas. Demak, shu oylarning boshlanishlari kechalar bilan boshlandi. Hijriy oyning. Shunami? Endi Qur'on Karimda ishorat var ki, şu qarang'uliq yo'riqlikdan burun deydi. Odatda şu kalamchilar gaptallik qildi deyishga, qaysi burunte, xudan to'qi burunmitdi, chujimo yoki tuxummo degandek, bu qarang'uliq burunmitdi, yo'riqlik burunmitdi. Qarang'uliqni Alloh taolo burun yaratdi, keyin yo'riqlik ondan paydo qilganmi yoki yo'riqlikni yaratib, undan qarang'ulik paydo qilganmi bo'lsa, meyada mana ishoratli oyat وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. Keçiden gündüzne biz çıkardık dedi. Demek keçi asıl ba, onun için gündüzünü payda qilgan. Ve 40 mef'ulun thanin, ikinci mef'ul.
Musa birinchi maf'ul tushunama. La zarf deydi. Zarf emas o. Yani eğer zarf bo'lganda olsa biz bu shu va'da qildik-ku, bekitdik. Bu shu bekitishni 40 kecha ichida bekitdik degan bo'ldi. Zarf bo'lsa. Demak va'da berishning o'zi 40 kecha vaqt olib ketdi degan bo'ldi. Unda emas. 40 kecha misha tursan deb va'da bekitdik. لأنه ليس معناه وعدناه في 40 ليلة. Çünkü onun manası biz 40 keçide va'da berib bo'ldik deganda bunda emas deydi. 40 kecha tursan deb bekitib qo'ydik deydi. Biz bergan va'da nimadan iborat? 40 kecha mush turib kelib misha tursan deb va'dani baz. Bu va'da balki 5 minutda bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Ya 1 minut ichida. Lekin 40 kecha ichida andin bu va'da berilgan ish yo'q deydi. Va'da berish unda uzun so'zlab ketmaydi. Yani Musa'ga biz 40 kecha misha tursan deb vaqt belgilab qo'ysak, keyin sizlar shu mo'zayni iloh qilib oldinglar deydi. Summat taqatul izla. Yani iclini qanday qildinglar? İlahin qilib oldinglar demek. Fahudif al-maf'ul al-thani lit-taqaddum. Taqaddumninki ikkinchi maf'uli mahzuf mishadi. Muzayni bunda qilib oldinglar dedi. Nima qilib oldinglar? Ilah qilib oldinglar. Wa babuhu bil-izhar. Makki va hafs. Bu babuhu bil-izhar nima bo'ldi? Babu degan Qur'on Karimda kelgan mushunda ahvolning hammasi degan gap. Bunda ahvolning hammasi izhar bilan o'qildi dedi. Yani bu ittahaltum deganda idg'am izhar bilan o'qilibdi. Xuddi idg'am bo'lsin bo'ldi. Ittahaltum emas, ittahat. Xat. Dan butun tashrif etib, ta'ni mushaddad qilib o'tib, ittahattum. Makki va hafs. Makka bilan hafs mushunda o'qitdi dedi. Izhar bilan ittahaltum deb hozir biz o'qitgandik. Ulardan boshqalar ittahattum. Min ba'dihi, yani to'g'ri bo'lgandan keyin, yani sizlarga shunda yetaklaydigan vahiyni qilib, kitobni ato qilib, shunda nima qildi desak, vahiy og'ir ketgan chaqda, kitobni topshirib og'ir ketgan chaqda, sizlar shunda muzayni iloh qilib oldinglarmi? To'g'riga necha odam bilan bo'lgan? 70. Vaqtara Musa qavmahu 70 rajulan limiqatina. 70 odam tanlab ketdi. Tanlab ketgandan keyin bu Qappag'illar Samiri o'chibujumning voqeasida keyin bu muzayni iloh qilib cho'qinib oldi. Yo'q, dastlabda vahiy kelgan chaqda, payg'ambarlik kelgan chaqda, yolg'izda Shoyb alayhisolamning qashdan ayol bolchaqlar bilan deylamda. Da kelib ondan o't tepkilar deb ash tag'ning ustida o't yiqilayotganda turdi deb qo'yib o't izlab mangan chaqda ondan shu hozir Tursinaga Sankantirin Jabal Musa degan. Shu kelgan chaqda undan vahiy kelib, inni ana robbuk shunama faxlana alayk innaka bil wadil muqaddasat wa. Andan shunda so'zi shu ma tilka bi yaminika ya Musa. Bunda so'zi bo'ldi. Ondan Fir'avnga berib, uni agahlantirgan, silq gap qilgan, undan man sal tilim tadiravan emas, Harunni hamdamga bersang dedi, shunlar. Ikkilanib izhaba. Harun alayhisolamning tadiravan keldi. Gach-gach gap qilgan. Musa alayhisolam bir rivoyatda, Musa alayhisolam shu Fir'avnning qasrida cho'ngildi emasmi? Fir'avnning ayoli beqoldi ya shu saroydagildan birisi beqolgan ekan, Fir'avn bir kun akiltib ketasa, Fir'avnning saqini qattiq cho'ngdib ketdi. Cho'ngilgan ochcha kelib, ya sal shumliq his qilib, buni ma yaxshilik qilmaydi ekan, o'tirdiman deb turib ekan-da. Ya urma, o'tirdiman deb turasa, Fir'avnning ayoli voy bu kichik olganning ko'ngli qarab, uqmay tatidi naslida saqlan jonday deb jondamaydi. Bo'lmasa, bunda men buni berib pasla qana, haqtalamda, xuddi chilam bilan bir cho'g'ni ikkisini tanglasa, Musa alayhisolam cho'g'ni olib bilan og'ziga soldik. Ammo cho'g'ni olib og'ziga sag'ijim qo'li kuydi endi. Alloh taolo shunday to'g'rilab qo'ydi. Cho'g'ni bilan sag'an ekan, tilisal qo'yib ketdi ekan. Qo'ygangan odatda ma ra'ni demaydiganmi? Bir harfni demaydigan odam borku. Endi raqamda söz kılarmışken de var. Vahlul uqdatan min lisani. Ve shu tilimdagi shu sal tamtirash, kekashlashdek bunda ahvolni saqaytirishlar duo qilgan. Ular shu to'sina berib, Musa alayhisolam berib chapog'ich arliqda olib, Musa ibodat qildirdi-ku. Shu vaqtda o'g'ich to'g'ri Musa alayhisolam chaqirib olgan bo'lar. Ya, to'g'ri chaqirib, hamma joyda ma'lumotgan. Buning hayotida yetakchilik qildigan. Kitob bo'lgan ekan, Alloh taolo kitob beray sizga. Kilanglar deb 70 adam bilan 71 aylan bo'lib bunda. Nima kessa, endi 40 kun turgan bo'lgan yo'l berib kelish balki bir ashka ketadanda. Ketgan ekan bular o'sha oydan yurib boshqa mo'zay ibodat qilgan, boshqa narsaga ibodat qilganini ko'rib, bizning shunda bir iloh payg'ambar bo'lsa deganda gap paydo bo'ldi-ku. Shu chaqda Musa alayhisolam va shu qavmining eng alaqanining yo'qligidan foydalanib, Harun alayhisolam bosh edi. Foydalanib, ondan Samiri degan bu birisi
vay munda qillar bilan oltin kumushlardan endi muzayda shunga ibodat qilish boshlagan. Musa yetgan Xudo mushu ibodat qiladi. Ha mushu biz Xudoyni. Ya'ni Xudo moddiy Hazratda ila mujassamlantirib Tavratda o'sha muzayni orqasidan hisoblagan tamamda bo'lgan ekan. Ochiq soqol bo'lgan deb shu burmulangan nimalar? Burmulangan haqiqat. Harun alayhissalomda Musa alayhissalom qaytib kelib qarasa bu qavmi muzayga cho'qinayotgan. Harun alayhissalom turgan, "Voy, buning gap qilmagani to'smadimi buni?" deb yoqasidan tutib silgan chaqda "Yabna umma la ta'khudh bi lihyati. Nima inni khashitu an taqula farraqta bayna bani Isroil." Men sen kelgicha bu bilan tutishib, urushib, ikki taraf, uch taraf bo'lib qirishib, bunda nima qilib qolsak, sen kelib, sen qavmini ichiga bo'lib o'tsan deb patparaqchilik, ya'ni ittifoqsizlik tug'diribsa deb munda deb qolmasin deb birlikni hozir teshikni nima qilib turay deb qo'g'dab turay deb ularni qattiq bunda urushib bunda nima qilib ketmadi lekin to'sgan lekin ular gapiga unmagan ekan ular urushmay urushgan bo'lsa bir guruh shun tuğanlar Harun alayhissalom bilan birga turib ular urushdi qirishdi endi bular lekin Musa alayhissalom qaytib kelgicha men bunda qirg'inchilik paydo qilmay jim tutib turay deb shuni avla bilib to'xtab turdim. Endi hozir hamda qilsaqmi bo'ldi, bitirib qiladi. Ya'ni bu asl avliyatni ko'zladim demoqchi Harun alayhissalom. Albatta to'sab qilib qo'ydi. Va antum zalimun bi wad'ikum al-ibada ghayra mawdi'aha. Demak, siz zolim. Zulm degan odatda shirkka, bunda Allohdan boshqa ibodat qilishni aytildi. Inna shirka zulmun azim. Demak, sizlar zulm qilgan holatda bunda ishlarni qildinglar. İbadetine cahil kılmayı muzayir kıldığına. Vel cümletu halun ey abettumuhu zalimin. Bu cümle ve entum zalimun diyen cümle hal. Yani zalim boğan halatınları muzayir ibadet kıldığınları. Bu şu Musa Aleyhisselam'ın kavmine elip çıketken vakaligine ma Yahudiler, Nasaralar kitaplarda bir sürü var mahsus. Sifril Huruc deydi. Sifril Huruc yine şu Musa Aleyhisselam'ın çıketken vakaligine ceryanını bayan kıldığın sürüsü Sifril Huruc. Thumma afawna ankum. Sizlar kitob berayli davatsak, Allohni qo'yib turibsizlar. O'zay ibodat qilibsizlar, biz yana afu qilib o'tdik sizlarni. Mahawna dunubakum ankum. Sizlardan gunohlarni yuvatdik, o'chirdik. Min ba'di dalik, yani ashunda muzayga cho'qingandan keyinmi dedi. La'allakum tashkurun. Likay tashkurun ni'ma fil afu ankum. Sizlar o'sha afu qilib Alloh taolo. Biz kattaroq shukr qillar, deb shukr qilib qolar balki. Deb sizlardan kechirib o'tdik deydi. Allah şirkini sarqada turani kechirdi degan oyat kelmaganda avval Burun shariat yani shunda Bani Isroil inom qilib o'tgan. Shirk nima yani xolos Alloh kechirdi. Yani u kechirasi bo'lmaydi demaydi hech kim. Lekin normal hukm shu. Lekin qiyomatda bir mushrik kelib qoldi oldiga. Kechirmasa u haq qildi. Haq bo'ldi kechiratdim deb qoldi. O'zining haqqi yana. Tafadduli va in'ami va ihsoni. Tamam. Şu ba'zi nima bo'lgan shu sayyidisildimi? O'shuna ba'zi kishilarni oxiratda Alloh taolo kechiratganligini bayon qilgan. Sizlar mishal afawna ankum deb mishal kechiratdi. Balkamda bu manda desekmi qolishib qoladi masalan. Mushrik holatida ayni dunyoda o'lgan bo'lsa, uni kechirmaydi. Lekin dunyoda uni kechiratib, u yana yangidan hidoyatga boshlab, bunda qis qiladi. Va dunyoda. Demak, shu Musa alayhisalom qavmi shunday qildi-ku. Dunyoda nima qildi? Yani ya nadallikdan, yoki jahillikdan, yoki maddizmchi bo'lib ketganlikdan endi qilsaldi bu deb bu qilib ularga taxmin haqni o'chib yetkazib nima qilib qo'ydi. Lekin mushrik holatda o'lib ketgan bo'lsa-chi, o'sha kechirmaydi desak bo'ladi. Bir ahvol va bir ahvol. Wa id atayna Musa al-kitaba wal-furqan. Yana bir ne'matni eslatadi. Yana aslanlarki biz Musaga kitob bilan Furqonni bergan vaqtimizda eslab qo'yinglar. Buni unutmanglar. Yani el-jami'u bayna kawnihi kitaban munazzalan va furqanan yufarriqu bayna al-haqq wal-batil. Yani buningda bir qarashda bu kitob bilan Furqon ikkisi bizga deb qaralsa, buningda ekan ham Alloh taoladan tushirilgan kitob bo'la sifati va buningda ham haq bilan batilni ayirgan sifat. Yani kitob al-Furqon. Kitobning ismi Furqon. Manda deb tafsir qilsa Demek bu kitapninki Tevrat ekanligi ittifoq. Kitobning maqsadi nima bo'ladi? Tevrat.
Yani Furqondan maqsad nima? Kitobning sifatimi? Tavratning yoki ayrim bir narsami? Bunda ixtilof bor. Demak, bu yerda kitobdan maqsad Tavrat. Va nadiru ra'aytul ghaytha wal laytha. Men g'aytnimi, laytnimi ko'rdim. Turidur rajulal jama baynal judi wal jur'a. Xuddamda sexliq bilan jasorat chiqishni jamlagan bir kishini ko'rdim deganda, xuddi men yomg'ir bilan sherni, arslonni ko'rdim. Bir odam kelibdi. Men debdima sher bilan arslonni ko'rdim deb. Yani şu adamı gördün mü bakçı? Lekin şu adam bir adam. Lekin bunun ikki sifati var. Xuddi müşahada el-Kitob bilan Furqon ikkisi birga desak, bu ikki sifatni jo'g'lagan kitob demakchidir. Avut Tavrat va Burhan yoki hamda ikki narsa deb qarasak, kitob degan Tavrat, Furqon degan al-Burhan al-farq baynal kufr val iman. Iymon bilan kufrni ayirib turadigan hujjat, dalil, isbot, paket. Masalan, nimaga o'xshash? Ashosiga o'xshash kaltak. Yoki qo'l taxruj baydoa min g'ayri sudilgho. Qulağın şunda çıka, hiç qanda kesel afat yok, çıkıdı o ayetten ukhra. Yani bir mucize bu modu. Şu aşağı nurg'un namda mucize var Musa Aleyhisselam bagin. Furqon degandan aşı mucizeler maksat kılınan buluşı mümkün. Yani Tevrat ne ve aşında nurg'un mucizelerni haqni ayrıydıgan, haqni ispatlaydigan mucizelerni ata kıldık diyen buluşı mümkün değil. Ev şer'ul fariqu beynel halal vel haram. Yaki halal haramni ayrıydıgan şeriat ba'duq degan bo'lishi mumkin. Mushtariqida da'vasak gap qamlashirdim. Wa qila al-furqanu infilaqul bahr. Yani bunday qarash mumkin. Bu dengizning g'achchida nima yer bilan bir tarafga yig'ilishi deydi. Ayrilishi, yerilishi desak bo'ldi. Shumi Furqon degan bu ayrilish qol? Furqon. Demak, o'sha dengizning ayrilishini ba'duq, demak, aynan ne'matni ba'duq degan. Lekin ilgari deb bo'lgan ekan bu ma'no tushmaydi. Va farqni deb deb bo'ldi-ku. Ma başka ne man dedi. Avun nasrladi farqa bayna va bayna aduvi. Yaki uning bilan dushmanning o'ttirini ayirib etgan nusrat. Yani najot qilish tudiqlar. Buni deb bo'lgan. Shuni qiyiladigan va aziz qilashadi. La'allakum tahtadun, likay tahtadu. Yani siz balki hamda hidoyatga to'g'ri yo'lga menib qolasizlar deb shuni ko'zlab bunday qildik dedi. Va iz qala Musa liqaumihi. Endi yana bir ne'mat. Hozir Bani Isroilga qilgan nurg'un ne'matlarni bir-birlab sanatıdı. Yani aslanlaki Musa kavmiga mushunda bir so'zni degan chaqni dedi. Yani li qavmihi degan lillazina abadul ayl. Yani shu Musaga ibodat qilgan kavmiga dediki, ya qavm, ey qavm jamaatim, innakum zalamtum anfusakum. Haqiqatan sizlar o'zingizlarga zulm qilyapsizlar. Musaga ibodat qilish orqali, Musani iloh qilish orqali, ma'bud qilish orqali dedi. Fatubu ila barikum. Shunga sizlar yaratquchinglarga tavba qilib qaytinglar. Hamishada munda qildinglar, shu munda qilganinglar uchun munda qilinglar deb bog'lug'uchi. Vallazi xalaqal xalqa bari'an min at-tafawut. Bari deganning ma'nosi baraa. Bari degan bu yaratquch deymiz. Lekin xalqlar nim farqi bor desak, bu bandalarni, maxluqlarni bir-biridan cho'ng farqlanib ketmaydigan, nayt maslashgan holatda a'zolari masalan tan qurilishi bir-biriga maslashgan holatda munda pak, nuqsondan pak demoqchi bari degani. Kam ko'sa nuqsondan pak holatda yaratquchi degan. Ashunda yaratgan yaratquchinglarga tavba qilib qaytinglar. Wa fihi taqri'un lima kana minhum min tarki ibadati al-alim al-hakim alladhi barra'ahum abriya'a min at-tafawut ila ibadati al-baqar alladhi huwa mathalun fil ghabawati wal balada. Demek bir yerde takriye degan bir kayiş deydi. Xuddi ularning tasdiqiga o'g'anda, ayiblash yo'ldan. Nimadan aybladi desa, hech qanday ayb nuqson qilmay, shunda chiroyli pok yaratgan hakim, alim bir Allohga ibodat qilishni tashlab qo'yib, nega yugudi bular? Dudlik va bag'arizlikda misol qilinadigan ashkalining ibodatiga yugudi. Balada g'abavarga dudlik, kalvalar, bangvashlik, bag'arizlik. Faqatulu anfusakum. Sizlar yaratquchinglarga tavba qilib, o'zinglarni o'ltirolinglar. Qila huwa ala zahir va huwa al-baqa. Bu hamda tashqi ko'rinishdan ham qilgandek, xuddi faqatulu anfusakum degani o'zinglarni shu hasratda qayg'urib o'zinglarni o'ltirolinglar. Yani chidimasang o'lib ol degan gapiramiz-mi? O'zinglarni o'ltirolinglar degan. Baqa degan shu qayg'urib o'lash. Fala'allaka baqi'un. Wa qila ma'nahu qatla ba'dihim ba'da. Yani birbirlerini o'tiranglar degan ma'no chiqdi deyilibdi.
وقيل أمر من لم يعبد العجل أن يقتلوا العبدة فقتل 70,000. من دام تفسير قلنبتو mo'zayga ibodat qilmaganlarni buyuribdi. Ash ibodat qilganlarni o'ltiringlar deb, ularni 70 ming o'ltirildi dedi. Demak, bular jiqkan. Ya'ni 1 million, 1 million, 2 million deganda shunday qilganda 12 qabila masalan. Zalikum ashu ishinglar degan, ha? Zalikum at-tawba wal qatl, ya'ni tavba qilish, o'ltirish, ya'ni o'zini o'ldirish degandek. Khayrul lakum 'inda bariikum. Sizlarni nuqsonsiz yaratgan ashu yaratqushinglarning huzurida sizlar uchun xayrlikdir. Nimadan xayrlik? Xayr degan ma'noda ma'vo yaxshi deb ikki narsani selishtirma oldiga. Nimadan desa, mushu gunohni tavba qilmay turaverishdan. Chunki gunoh tavba qilmay turaversanlar, nima chatoq chiqadi? Xolidina fiha bo'lib ketasizlar jahannamda. Agar o'zinglar turaversanlar shu garchi o'tirsizlar, shunga ish tugaydi. Tavbani Alloh taolo qabul qilib abadiy azobdan qutulasizlar. Demak, bu sizlar uchun yaxshi. Ha, shu Yahudilar unda chiqdi. Chunki Yahudilar usul qildi. Shunga unda ching nima qilgan. Shunga Yahudilarning ching, unda xristianning sal bo'shroq, unda islom dini mutavvassata ekan, o'ttirdi. Unda ching emas, bek bo'sham emas, normal. Yadanhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim. Payg'ambar alayhisolamni qanday aytgan Alloh taolo ularning ustiga unda ig'ir yuk, ig'ir munda ahkamni elib tashlab yengillatib nima qilgan. Fataba alaykum. Demak shu chaqda bunda degan to'xshinama deb undan sizlarga tavba qilganda, ya'ni tavbani qabul qilganda. Innahu wat-tawwab. Haqiqatan o, ya chunki o desek bo'ldi. Shu inna degan ta'lili holatdan keldi. Wat-tawwab tavbani intayin bak qabul qiluvchi dedi. Al-muftah degan ko'p tafaddul qilgan, ko'p iltifot qiluvchi. Tavbani qabul qilib ko'p iltifot qiluvchi degan bo'ldi. Va in katrat, ya'ni ko'p bo'lib ketsa-mo, gunoh qilib, tavba qilib, bunda nima qilish jiqib ketsa-mo, ya'ni tavbani qabul qilıyor. Tavba bilan qildi ekan, qabul qiliyordi. Ar-Rahim ya'ful huba va in kabrat. Huba degan gunoh. Gunohni kechiradi, yo'g'on gunoh bo'lsin. Wal fa'ul ula lit-tasbib. Birinchi fa tatubu ila barikum degan fa'ma lit-tasbib deydi. Faqtuluq deydi. Birinchi fa degan shu faqtuluq bo'lsa, bu yerda fa'dan hozir tatubu ila barikum faqtulu anfusakum fataba alaykum deb fa bor. Birinchisi fatubu ila barikum degan bu bir narsaning sabab ekanligini bildirdi. Ya'ni ashunda bo'lganlik uchun bu sababdan sizlar yaratqushinglarga tavba qilinglar degan. Chunki zulm degan tavbaning sababi. Vastaniyatu lit-taqib, ya'ni tavba qilib aqllar o'zingni o'tirolinglar. Shama? Lenal ma'na fazimu ala-tawba faqtulu anfusakum. Ya'ni tavbaga bel bog'labsizlar, o'zingni o'tirolinglar, aqllar gachchida. Idillahu ta'ala ja'ala tawbatahum qatla anfusihim. Chunki irshada tushuntirgan. Chunki Alloh taolo ularning tavbasini o'zini o'ltirishdan iborat qilgan. Shunda ig'irtamda. Va thalithatu mutaalliqatun bi shartin mahdhuf. Endi fataba alaykum degan fa elib tashlab ketgan bir shart bilan chetishlar. Kana qala fa in fa'altum faqat taba alaykum. Yani shunda qilsanglar Alloh taolo sizlarning tavbangizni qabul qiladi. Yoki bunday desangiz falamma fa'altum zalik fataba alaykum. Sizlar bizganda qiltinglar, Alloh taolo tavbangizni qabul qilib kechiribdi. Shunami? U tavbani bak ko'p qabul qiluvchi edi. Demak, bunda qilib, keyin tavba qiltinglar, tavba bo'lsa, tavba qiltinglar, tavbani qabul qilgan, ma'ni eslab qo'yinglar. Bu bir nima. Qabul qilmagan bo'lsa, o'sha ishga taqdi. Va iz qultum ya Musa lan nu'mina lak. Yana aslanglar shunda bir vaqtniki, sizlar Musaga, "Ey Musa, biz Allohni ochiq ko'migicha sana ishonmaymiz" degan tinglar. Bunda egirgan o'qigan tinglar. Ayanan ana. Ko'zimiz bilan ko'rsak demak, bilmaymiz. Va intisabuha alal masdar. Jahratan degina mishada masdar bo'g'inliqdan mansub bo'lib ketdi. Kama tunsabul qurfusa u bi fi'l julus. Qurfusa degan chaza qurib o'tirish. Xuddi chaza qurib, masalan, jalasal qurfusa desa, qurfusa mishada mansub bo'lib ketadi. Xuddi bunda chaza qurib o'ltirdi degandek. O'ltirdining maf'ulisi ekanda. Mishada hatta naralloha jahratan. Bu jahra xuddi maf'ul mutlaq ekan. Hatta najharalloha jahratan degandek. Xuddi Alloh taolani
Şunda bir közümüzde uçuq zat bunda kömsek unmaymiz. Ev alal hal min nara. Uçuq aşkar bolgan halat körmez deb naradan hal bolishi mumkin. Ey zavi jahra, yani uçuq aşkara demakchi. Yani biz uçuq aşkara turib demakchi. Fa akhadatkumus sa'iqa demek shunda eg'ir so'zni qilgantinglar. Shunda deyishinglar bilan o'lamsizni kutdi yoki holat qilibdi. Xuddan chaqmoqchi qiliblar. Paras prostlum tok soqib o'tgandek, chaqmoq soqib o'tgandek. Sa'aqanimizni tafsir qildik-ku. Demak, mishada o'lamanda. O'lam sizni holat qilibdi debdi. Qila hiya narun ja'at minas sama fa ahraqathum. Bunda istiqama aniq qildi. Bu osmondan kelgan bir o't, ularni o't chiplam ko'ydirib o'tdi. Ada chaqmoq soqib o'tsa, osmondan kirib soqiladi, shunga o'xshash. Ruya anna 70 alladine kanu ma Musa rivoyat qilinishicha Musa alayhisalom bilan shu vahiyni topshirib olishga miqotga borgan 70 kishi indal intilaq ila jabal turtaqqa atlangan chaqda qalu lahu nahnu lam na'budul ajla kama abadahu haula fa arinalloha jahratan. Ma tanlangan 70 kishimi unda turibdi. Biz aldak o mo'zay ibodat qilib turamidik. Biz bunda obdan bo'lgan ekan. Bizga Alloh taolaning ko'zimizga ochiq bir ko'z foyda turib. Yo'q, bunda xap qilganim payg'ambarning aytdi. Qistab. Faqala Musa sa'altuhu zalika fa aba. Men buni Alloh taolaning so'g'an, unumg'ante. Robbi arini anzur ilayk, qala lan tarani, walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makana fa sawfa tarani. Demak, men so'g'andim, Allohdan unumg'an. Balki sizning ko'rish bo'lmaydi. Faqalu innaka ra'aytalloha falan nu'mina laka hatta naralloha jar. Ya, sen Allohdan cho'qim ko'rgan. Ko'nglim deb turib olding deganda unda. Sen ko'rgan, bizmi ko'rmasak ishonmaymiz. Tabatallohu alayhim sa'iqatan fa ahraqathum. Uni chaqmoqdan meni vatib, so'qib o'tgan. Ko'ydirib o'tgan. Va ta'allaqatul mu'tazilatu bi hadhihi al-ayat fi nafyi ar-ru'ya. Mush ayat bilan mu'tazila Alloh taolani ko'z bilan ko'rish mumkin emas deb islol dedi. Dunyoda mumkin emas, qiyomat kuni mumkin emas demoqchi. لأنه لو كان جائز الرؤيا لما عذبوا بسؤال ما هو جائز الثبوت. Yani onda bo'lishi mumkin, jaiz bo'lgan narsani talab qilsa, unda azoblanib jazolanib ketmagan bo'ladi agar jaiz bo'lgan bo'lsa. Jaiz bo'lgan bo'lsa, buni ko'rsanglar, ko'ralayotganlar, lekin ko'rsatmayman deyish mumkin dedi. Uni azoblanmay. Uni azoblanganligi bu mumkin emas, bir narsani deb turib qistab turib olgan. Ya, oshini o'qimasam, shartul mustahilga o'xshash. Qulna innama uqibu bi kufrihim li'anna qawluhum innaka ra'aytalloha falan nu'mina laka hatta naralloha jahratan kufrun minhum. Biz ularga javoban, mu'tazil javoban deymiz. Ular kafir bo'lganlikdan jazolanib ketgan, so'qotilgan. Chunki ularningki sen Allohni ko'rding, endi bizni uch qashqar ko'rmasak ishonmaymiz deb turganini payg'ambarni kazzob qilib chiqarib, ko'mindimiz unimay, kafir bo'lib ketganlikdan berilgan jazo deymiz. Qabrlik olib ketma bu dunyoga. Ular payg'ambarga e'tiroz bildirib, payg'ambarga ishonmay, endi mumkin emas narsani qistab turganligi kufrlik. Çünkü kufrlikdan unda aloq qilindi deb. وَلِأَنَّهُ امْتَنَعُوا عَنِ الْإِيمَانِ بِمُوسَى بَعْدَ ظُهُورِ مُعْجِزَتِهِ حَتَّى يَرَوْا رَبَّهُمْ جَهْرَةً. Musa alayhisalomning mo'jizalari aniq o'tirib qo'yilgandan keyin Musa alayhisalom ishonmay, yo'q Allohning uch ko'rsatmasini ishonmaymiz deb turadi. Ishonmadi degan gap. Val imanu bil anbiya wajibun ba'da zuhuri mu'jizatihim. Demak, mo'jizalar o'tirga aniq oshkor qo'yilgandan keyin payg'ambarlarga ishonish vojibdir. Va la yajuzu iqtirahul ayati alayhim. Ularga manda mo'jiza akaslar, manda mo'jiza qilib deb unda o'zligidan talab qilib uni maslahat berib unda oldi pashlik qilish to'g'ri emas. وَلِأَنَّهُمْ لَمْ يَسْأَلُوا سُؤَالَ اسْتِرْشَادٍ. Yana çünkü ular manda yol ko'rsatsalar, manda bir qipramlar deb manda shaklda so'madi deydi. Bal su'ali ta'annutin va inat, ta'turlik qilib, kejlik qilib so'radi. Va antum tanzurun ilayya hina nazalat. Yani sizlar shuni qarab turgantinglar dedi. Nimaga ay mo'jizalikni siz qarab turgantinglar. Shunda turug'liq yana Alloh taolaning ko'msak unmaymiz deb turib olding. Ular musoqvatda so'qayotgan ekan bu ya nima tumma ba'atnakum sizlarni qayt tirildirdik deydi. O'ldirib bo'lgan. Bir so'q o'tib qayt tirildirib ba'ata degan asluhu al-ithara deydi. Qo'zg'ash. Ithar degan qo'zg'ash. Mesela bir odamni o'rnidan qo'zg'atsakmi ba'ata. Qubratish. Min ba'di mavtikum sizlar o'lgandan keyin qayt tirildirdik. La'allakum tashkurun. Balki sizlar o'lgandan keyin tirilish bu ne'matiga shukr qilib yaxshi bir ifoda bildirib qoladi deb nuqdiq. Ne'mat bak
katta bahsima lug'at ma'nosi qo'zg'atish. Asl degan lug'atdagi asl ma'nosi qo'zg'ashdan iborat. Ya'ni aslini qo'zg'udiq degani keyin diniy lug'atda qayta yatqa yeringlardan, uydagi yatqa yeringlardan ya'ni qo'padi qo'zg'udiq degan. Innalloha yab'asu man fil qubur. Qabrdagilarni qo'pirib ani qo'zg'atadi. Ya'ni tirildirdi degan ma'no varmış. Ayet 70'den bir ölüp yani tirildigan, bir so'qotib, yana bundaki yaxshi olib ketadi. Va dallalna alaykumul ghamama. Yana sizlarning ustinglarga bulutni sayon qilib qo'ydik. Ja'alnal ghamama yudhillukum. Bulutni sizlarga sayon tushirib turgan qildik. Va dalga fitti سخر الله لهم السحاب يسير بسيرهم يظلهم من الشمس وينزل بالليل عمود من نار يسيرون في ضوئه وثيابهم لا تتسق ولا تبلى. يعني بولا 40 yıl ezip yürüdüma 40 seneten yetihune fil ard fela te'sa alel kavmin fasikin. Demek 40 yıl bula bunda bir yerden çıkaman çögler vardı. Ti diyen azgınlıkta ezip tezip yürgen joy. Ezib yurgan vaqtinglar desak bo'ldi, ezish safaringlar desak bo'ldi, ozgan joylaringlar desak bo'ldi. Tahayatu, mana misrlar to'xtadi. To'lda ezib qoldim deydi-ku. Osh 40 yildan Musayldan billab bular. Musayldan ma'lum bir muddat billab keyin vafot qildi. Yoki shu 40 yilning oxir qadar yashagan deydi. Keyin ondan Baytul Maqdisga yaqin borib shu vadxul baba sujjadan deb yaqinlashgan chaqdan o'lib ketdi. Demek ki Musa Aleyhisselam birli çağda kandayken bu bulut üstüde sayandayek mana diken. Mansa mana diken bula to'xtaydigan. Aptapdan buni sayıq turibdi. Kechisi qanday oldi ekan? O'tdan bir tuyrukdek bir narsa tushib, shuning yo'riqidan da xuddi qo'lchiraqdek yoki tokkaltikdek unda yuriydi ekan. Rigandan chiroq bo'lmasdan, shunga o'xshash. Shu chiroq bo'lmasa, amot desak toza tushunilmaydi. Hozir uzun kaltak no'g'it chiroq desak masalan, shunga o'xshash uzun bir nima tushsa, shuning yo'riqida nima bo'ldi ekan bular. Menishni xohlasamda. Kiyimlari kirib olib ketmaydi ekan, yo ko'nirib ketmaydi ekan. Va anzalna alaykumul manna. Sizlarga mannini tushirib berdik. Manna degan nima? Turunji bin dedi. Turunji bin degan nima? Bu asalga o'xshash, xuddi yilimga o'xshash deydi. Asalga o'xshash bunda suyuq yoki yumshoq bir narsa ekan, bir talq bir narsa ekan. Ya, turunji bin desam, uni tushunmaymiz-da, turunji bin degan nima. Bu hamda 40 yıl jarayonida ezib tezib yurgan chaqda sahrada cho'glar bir yaqinga chiqolmay cho'glar uribgan. Qilmishi qarta bir jazolashindi. Edeb anta va robbuka faqatila inna hauna qa'idun. Urushangiz olmay turibdi. Shundan 40 yil Baytul Maqdisga boramay unda cho'gildi. Shu jazolagan jarayonda munda ishlar bo'ldi deydi. Manni degan nima? Taranjibin. Shunama Terencibin degan nima? Aysaldek bir narsa. Kan yanzil alayhim misl salj min tulu'ul fajr ila tulu'ush shams. Tong atqandan kun chiqish oraliqida xuddi nimga o'xshash? Shabnamdak. Salj degan mishada qarandi, lekin mishada shabnam bo'ldi-ku, qirvoqlaydi. Qirvoq o'xshash deymiz. Qirvoqda endi chiqib qolganda, qirvoqmi shu anda aytganda shu-ku. Masalan, ziraatning ustida, dildiraqning yaproqlarining ustiga buna qirvoqlaydi. Likul insanın her bir insonga 1 soat 2 kilo atrofida unda tushdi ekan. Ya'ni bir kunlik uzuq ham. Tal hasal deyiladi. Shu mumraqada hasalda ta'sir qilgan bor. Lekin hasalga o'xshaydi shirin bir suyuq qiliqqa quyisi quyildigan masalan, menda nasikda hasal simon bir nasikda deganim bor. Ilmda vassalva yani salvanı şuradan değil mi? Asmandan düşen nasıl bu? Kana yab'atullahu alayhimul cenuba fatahshuru alayhimus salva. Cenub diyen bu cenub şamali. Şamal neşkılgo? Şarq şamali, g'arb şamali, cenub şamali, şimal şamali. Biz da şarq şamali bizga bak tanışko. Şarq şamali. Hatta maşina donfangda. Şarq şamali, g'arb şamali, cenub şamali. Cenub şamali chiqarib Allah Taala qanaqa qilgan bu cenub şamali ham da shu salva deganda buduna deyish mumkin yo o'lay deyishimiz mumkin masalan. Unda obdan qo'shamiz go'sht. Shuni qachchida bir yerga yig'ib berganda mana. Ba'da quchqash bir yerga yig'ilsan, gurrda quchqanchaga tutishasan-ku. Shunda ekan. Va samani degan buduna deyilibdi yoki shunga yaqin bir narsalar. O'lay bo'lishi mumkin.
olayını yap bulaysımız dedi bu. Aynda go'sht tavuk obdan tatlı. Feyezbahur racul minha ma yakfi. Şundan jiq anda bir joy to'plab bersa, asimizlarni tanlab o'ziga loyiqni bo'zlab yeydigan. Demak, salva degan nima uchun salva deb atalgan desa, bu nihoyat ta'mlik obdan bo'lgan ekan. Buni yeysang yusallika amma sivaha. Uningdan boshqani zada unuttirib o'tirgan. Shunda obdan tamom. Masalan, zikkob yeysan sen, boshqa pola mantilni unutib ketgandek, bu shunda salva ekan. Xuddi kanalga tasalli berib, arama og'izib, huzurlantiradigan, huzur bag'ishlaydigan. Va qulna lahum biz ularga dedik, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Sizlarga rizq qilib bergan mush halol, shirin, pak narsalarni tayyibat degan lazizat yoki halolat. Tayyib deganning ma'nosi nurg'un ma'no o'z ichiga olgan narsa bu. Pakiz, pak deganmi bo'ldi? Halol deganmi bo'ldi? Bir xil ta'mlik, xushpuroq degan bo'ldi. Tayyib, va xushpuroqni tayyib deymiz-ku. Bu ashunda furuqmoyinda, gup-gup-gupanda edi obdan buraydigan deganmi bo'ldi. Hamma ma'no o'z ichiga olgan. Saz nasıl bu? Ve ma zalamuna. Demek biz ularga shunda dedik. Ashunda yanglama. Tamoqni shunda yanglarda shundan qo'yib berdik deymiz va masalan. Endi osmondan tushib yanglamana deb aytdik. Bu bir katta ne'mat. Tirilgan cho'glaversa, tamoq tayyor tushib turdi, yeb tursa. Eng isl tamoqlar. Ve ma zalamuna. Lekin ashunda desak, bu qanday bo'ldi? Yana zulm qildi, asilik qildi. Misol gap mahzuf. Qisqartib etdi. Va ma zalamuna. Ashunda ne'mat qilib bersak, bu zulm qilyapti. Ben kafaru hadi ni'am va ma zalamuna. Yani mushi ne'matlarga tanni bular. Teni beni zulm qildi, shukr qilmoqda. Biz buning qartanda va ma zalamuna. Bular bizga qilmadi, o'ziga qildi bular. Amaliyotda bular bizga qilmadi. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Lekin o'zlariga qildi bular. O'zlariga zulm qilayotgandi bular. Amaliyotda bizga zulm qilib qo'ydi. أنفسهم مفعول يظلمون يظلمون مفعوله وهو خبر كان يظلمون degan kanının xabari ekan. Bu zulmning oqibati kimga bordi? O'ziga qaytib qoldi bu. Chunki Alloh taolo uning qarta taqaman jazo oldi, adabladi. Ya'ni xuddi bular bizga qilmadi, o'ziga qilib qo'ydi deymiz-ku. O'ziga qildi deb. Vallohu taolo a'la va a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.